Orsilla omonsilla, jonlaring omonmi qalliqlarim. Borsilla shu dunyoga. Bugun saligina qalliqlar to'g'risiga gapiramiz. Endi bir aytadigan gaplar bu o'ylaysizlarga. Agar bo'lsang shu dunyoga, tirik bo'lsang agar, haqiqatan Rahmatli Iso bobom aytgandek, qalliqni mana shu beparvoligini ko'rib odam yomon achinadi-da. Bugun dunyoga agar qarasang, kecha ham shu hisoblab ko'rdim. Bir kunga 10 mingdan ko'p konferensiyalar o'tar ekan. Bir kunga 10 mingdan ko'p yig'ilishlar o'tar ekan. Yani şu bu tomolarını ko'rgan yo'qmi? Hammasi mana shu millat uchun ekanda, o'z millatlarini sozlash uchun. 24 soat kecha va kunduzi bilan pullar ajratib ishlayotganlar millatlari uchun. Kecha ham bir qozoq bog'irdan saligina bir gaplashib qoldilar. Bir savol berdi, o'sha savoliga men haqiqatan ham mana shu Iso bobo aytgandek javobini topmadim. Shu savolga. Qalliq bo'ldi dedi. Men aytdim, "Ho" dedim, "Bu" dedim, "Mana shu men qalliqman. Tojikistonga ko'p dedim, Tojikistonga bugungi Tojikistonga endi yarmi tojik bo'lib ketgan, yarmi. Hal qolgani ham bu, qolgani o'zi 1 milliondan ko'p Tojikistonga. Bu garantisi bilan dedim, agar to'g'ri hisoblasang 1 milliondan ko'p chiqadi desam. Mana menga qara dedi. Uyg'ur bu qadim xalq. Xitoyliklar mana shularni o'tga soladi, oloqqa soladi, nimaga solmasa o'z uyg'urliklarini ya'ni ajratib turadilar dedi. Agar sizlar bo'lsanglar dedi. Mana aytganingdan qalliq bo'lsa dedi. Sizlar nima uchun o'zlaringni dedi, mana shu millatlaringni atstayvat qilmaysizlar dedi, turmaysizlar o'z millatlaringni dedi. Mana shunga men javob topolmadim. Nima uchun qalliqlar mana shu savol sizlarga? Mana shu Uyg'urlar konslager tiqadilar, o'ldiradilar, bilmayman, nima qilsa qilmasalar. Nima qilsa qilmasalar mana shu Uyg'urlar 24 soat shu o'z millatlarini mana shu atstayvat qilib turadilarki, biz Uyg'urmiz, bormiz, millatmiz, tariximiz bu deydi. Qalliq etganni millat bo'lishi uchun yashaydi-da. 24 soat qilgan ishi, bilmayman, hamma narsasi bir boshqani millati uchun. Bir zo'r gap edigani aytdi-da, mana shu pomirliklar dedi. Asl bular Eronliklar dedi. Eroniy tilli xalqi. Yoki mana shu nimalar. Nimaga dedi mana shular atstayvat qilib turadi o'zlarini, biz pomirlik xalqmiz, biz ko'hna qadim Eronlikmiz. Tilimiz
Sizlar qalliqsizlar dedi. Sizlar tojik bo'lmasanglar. Nima uchun dedi, o'z tillaringni atstayib qilib tura olmaysizlar. Maktablaring yo'q, tarixlaringni ola olmaysizlar, kitob qila olmaysizlar. Nima uchun dedi. Mana shunga qalliqlar men sizlardan so'ramoqchiman, jo'llarim, savol bermoqchiman. Nima uchun? Nima uchun sizlar o'zlaringni hayotlaringni boshqani tarix bo'lishi uchun, millat bo'lishi uchun sarf qilasizlar-yu, o'zlaring uchun hech narsa yo'q. Mana shu narsani men sizlardan so'ramoqchiman. Shu so'ragan o'sha qozoq bo'g'irni so'raganni men sizlardan so'ramoqchiman-da. Nima uchun sizlar o'z millatlaringni atstayib qila olmaysizlar? O'z tarixlaringni atstayib qila olmaysizlar? Nimadan qo'rqasizlar? O'lishdan qo'rqasizlar. Uyg'urlardan ibrat olinglar. Sizlarni ham boshiga hali buncha kun kelgan emas, lagerlarga tiqish, sizlarni o'ldirish. Nima uchun sizlar o'z huviyatlaringni yo'qotgansizlar? Yo'q, sizlarga huviyat degan narsa yo'q, ruhiyat degan narsa yo'q. Biror narsalaring yo'q, hali bir bilmayman. To'g'ri aytadi, shu hali nima desang demasang, Xudoga shukr qil, shu tinch yashayotdik-ku deydi. Shu tinchlikka shukr qilmaysan deydi. Shu narsani urush chog'iga qaraydigan aytsang ediki menga, sen nima uchun urushga toqat qilib yashayotsan? Shu urushga ham biz toqat qilib yashadik-ku. Biz millat bo'lish uchun yashadik-ku. Yo, bilmay etganni ko't yalagichi bo'lish uchun yashagan yo'q biz. Mana shura yuzlab kunni zo'g'i konferensiyalar qiladilar. Har bir darga boradilar. Bir tomondan to'g'ri qiladilar. Mana shu tojiklar kunni zo'g'i Yevropaga etgan konferensiyalarga boradilar. Etgan joyga o'zlarini konferensiyalarga uradilar, tashkil qiladilar, chiqaradilar o'z millatlari uchun. Sizlar qarasizlar qalliqlar. Mana shu pomirliklar ham bugun Yevropaga qaysi konferensiyaga bormasang chiqib keladilar, biz pomirlik biz deydi. Biz pomirlik biz deydi. Sen qarasan qallig'im. Sen nima qilib yuribsan? Xudoga shukr qilib yuribsan. Shuncha ko'hna tarixing, shuncha boy tarixingni bugun men shunchasini tushunib yetdimki, mana shu bizga begonalar emas, bizga mana turkiy davlatlar dushman. Nima O'zbekiston desang, nima Qozog'iston desang, nima Qirg'iziston desang, mana shular ham dushmanlar. Seni ko'rib, bilib turib shuncha tarixingdan bo'yin olmaydilarki, sen millatsan. Tunogun chiqqan millat bo'lgan o'zbek bugun seni odam hisob qilmaydi. Odam demaydi sen. Men qalliqman desang aytadi, yo'q, sen o'zbeksan deydi. 24 soat. Sen majbur o'zbek qiladi, kerak bo'lsa. Nima O'zbekistonga yashayotgan qalliqlar, yo bugungi Afg'onistonga yashayotgan qalliqlar. Hammasini 24 soat million rasxod qilib propaganda qiladilarki, sizlar o'zbeksizlar, 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 nom beradi o'zbeksan deb. Ma, sen o'zbeksan. Qalliq nima qilasan? O'zingni qalliqman deya olasan. Ha? Qo'rqasan. O'shaning uchun aytaman-ku, Uyg'ur malades. Uyg'ur nima bo'lsa bo'lmasa, o'z millatini Xitoyning ichiga qolib ketgan Uyg'ur o'z millatini atstayib qiladi, turadi. Mana shu turadi o'z millati uchun. Yaqalashadi o'z millati uchun. O'z haqqi uchun yaqalashadi.
o'zini borligini dunyoga ko'rsatib turadi. Men borman, men Uyg'urman deydi. Bugungi qalliqqa agar bilmayman bir joyga bir vazifa berib qo'ysalar bilmayman, borib o'zini millatini ham sotadi. Sen o'z millatingni sotgandan keyin sen boshqa narsani ham sotasan, jon. Bilasan shuni? Sen boshqa narsani ham sotasan. Bugun seni oxirgi vaqtlaring na shu yillar. Yo chiqasan qalliqman deb, pasportingga yozdirasan. Yo bo'lmasa shu Ibrohimbek Laqay bobomiz bir zo'r gap aytganda, mana shuni gapi har vaqt menga bir motivatsiya bo'lib turadi-da. Bir motivatsiya bo'lib turadi to'g'on gap aytgan. Ibrohimbek Laqay bo'lgan. O'z Laqaylarni ham o'zbek deb yotibdi. Ular deydi o'zbek urug'iga kiradi. Bilmay o'zbek 92 ta urug'i bor ekan deydi. Qalliqda 92 ta urug'i yo'q. Qalliqda bir urug'i bor, qalliq. Laqaylarni ham aytadi bu uribdi bu mashina. Bir-birini ko'tidan uribdi. Astagina uribdi. Ibrohimbek bu Laqay. Laqay o'zi asl bir millat. Bu o'zbek emas. Bu Laqay. O'zbek bo'lganiga o'zbek deb yozadilar. Laqay deb aytmaydilar o'zlarini. Qalliq ham qalliq bo'lganiga, o'zbek bo'lganiga o'zini qalliq demaydi. O'zbekman deydi. Ibrohimbek bobo, mana shu Laqay bobo umri bilan, mana shu borligi bilan, yoshligi bilan urushgan o'rislarni. Qolganlar qochgan bo'lsa urushgan. Oxiriga o'shani sotganlar. Ibrohimbekni sotgan. O'sha Buxorodan, Samarqand Buxorodan o'sha yoqdan bir mana shu bir tojik o'zini dinlik mullo qilib qochgan, meni o'rislarning dardidan qochdim deb, u asl o'zi o'rislarga razvedchik bo'lib ishlagan. Uni yozishi ham yaxshi bo'lgan, hammasi yaxshi bo'lgan. Keyin mana shu borgan Ibrohimbekni yoniga o'sha Ibrohimbekni planlarini o'rislarga sotib turgan. Mana shu o'tadi deb. O'sha kuni o'tayotgan joyini sotgan Ibrohimbek o'tganga qo'lga tushgan. Ibrohimbekda aytganlarki, mana shu kechirim so'rasang, bizdan ishlasang, biz qarochi hammani kechiramiz. Ibrohimbek aytgan yo'q. Faqat pushaymonman degan qilgan ishimdan. Biz seni kechiramiz degan. Bugungi hali Imom Ali ham aytadi-ku, sen meni pushaymonman degan, keyin qaytib kelgin kechiramiz deydi-ku. Bizlarni shunog'in deydi. Yo'q degan, pushaymon emasman qilgan ishimdan. O'ris so'ragan Ibrohimbekdan, aytganki, sen bilasanki seni kuching etmaydi. O'ris Krasniy armiya, baquvvat armiya. Nima uchun jonjol qiling? Nima uchun bizdan ishlasang bo'ladi-ku? Sen bilasanki seni kuching etmaydi, desa men bilaman kuchim etmaydi degan. Bo'lmasa nima uchun degan sen bizdan urush qilasan deganda, kuching yetsa bilmasan. Bilsanki kuching yetmaydi, nima uchun urush qilasan degan. Men bilaman degan, Krasniy armiya, ya'ni Qizil armiya baquvvat, samolyoti bu, buni hamma armiyasi katta. Meni kuchim yetmaydi, men bilaman buni degan. Nimaga urush qiling bo'lmasa desa, men sizlar qo'liga qul bo'lishdan ko'ra maydonga bilalaringga urush qilib o'lishni afzalroq ko'rdim degan. Bu Ibrohimbek Laqay boboni so'zi. Men sizlarga qul bo'lib o'lishdan ko'ra, sotqin bo'lib, sizlarning qo'liga xizmatgor bo'lib yashashdan ko'ra, mana shu urush maydoniga sizlar bilan urushib o'lishni afzalroq ko'rdim degan. Nimaga deganga, sizlar bizni odam qatoriga ko'rmaysizlar.
Sizlar bizni bir qul qatoriga ko'rasizlar degan. Mana shu bugungi sharoitiki biz Tojikistonga qul qatoriga qaralamiz, bir millat qatoriga emas. Ana shu Ibrohimbek boboni gapi. Hech kim seni bilan do'st bo'lmaydi. Na tojiki, na o'zbeki, na qozog'i, na qirg'izi, na turkmani. Agar bular seni bilan do'st bo'lganga edi, o'z vataniga o'sha borligiga, bugun seni turk deb bilganiga ediki, bular sendan resh olib kelganlar, seni qaysi bir bargingdan to'kilgan chiqqan qalliqdi, bular bugun seni qo'lni ustiga ko'tarib, bular tarix bizniki, qalliq nomini saqlab kelgan tarix. Bu qalliq imperiyasi, qalliq kaganati, Qoraqonlik davlati bu sho'xliq narsa emas. Biz bularni saqlashimiz kerak. Odamlar dunyoga bir xil parandalar o'lib ketyapti deb, parandani kitobga kiritadilar, qizil kitobgaki, uni saqla, o'ldirish mumkin emas deydi. Uni saqlash kerak. Bir xil hayvonlarni qizil kitobga kirgizganlar. Bugun sen qalliq, sen laqay, sen boshqa bir hayvoncha qadring yo'qki, bugun seni o'zi turki davlatlar seni laqay yo'q qalliq deb priznavat qilsalar. Ko'ryapsan? O'zing taslimingni olavergin u tomonga, yana nima qilsan qilavergin. Lekin bugun seni bir inson qatoriga hali boshqalardan nima nolaysan? O'zingni turki davlatlaring, bilmayman, hozir qarasang bo'rsang, qalliq kaganati, anavi kaganati, Qoraqonlik davlati ertadan kechgacha 24 soat o'zlariga rab beradi o'shalarni, reshalarini. Nega aytmaydiki, hali buni avlodlari tirik. Turibdi o'zlarini qalliq deb bilib yurganlar. O'zlarining traditsiyalari bu. Mana shu narsa qalliqlarniki. Seni yo'qqa chiqaruv nagli. Seni tarixingni o'g'irlab o'z tarixi qiladi. Mana shu turki davlatlaring. O'zing ishonib yurgan, bular turki, bular yo'q, bular bu narsalar hammasini xatari bu. Bir kun hali birtasi bir do'stdan o'tirib gapirib turganga, men shu yevreylarni misol olib keldimda, shularni ko'p qiynadilar. Bugun bular qilayotgan ish, hali bularni haqqiga qilganini yarmi ham emas. Faqat endi bu o'rtaga shu Falastin xalqi to'g'ri kelib qoldi. Hali bu Falastin xalqi bu nachala, hali bu konets emas. Hali bu boshqalaring ham bularga qilgan ziyonlarni, haqlarini olasizlar qaytarib, desam, u menga aytadiki, mana sen qalliqsan. Agar dedi, shunoq o'zing davlating qursang nima qilasan dedi. Men aytdim, Falastinni qilayotgan, mana bu yevreyni qilayotgan ishlar dedim, ba'zi bir millatlarga bu hali asal dedim. Men bundan batarini qilaman dedim. To'g'risini aytaman-da. Bilasizlar nimaga? Chunki mana shu yerga kelib turadi. Hech kim seni bir millat sifatiga ko'rmaydi, bir millat qatoriga ko'rmaydi. Hamma harakat qiladi seni yo'q bo'lishing uchun. Nima uchun sen jilet qilishing kerak bir odamni bor bo'lishini? Nima uchun men jilet qilishim kerakki bir odamni bor bo'lishiniki, meni otamni bo'yin olmaganlar, bobolarimni oyoq tagiga qilib yashatganlar. Odam bir millat qatoriga meni bobom, otam yashamagan. Men bir tani jilet qilishim kerakdi. Kimni jilet qilishim kerakdi? O'zlaringga savol bering, ha? Meni qo'lima agar qudrat bo'lganga, yevreyni qilgan ishi bu asal. Hali asal, maska, shakar, choy bo'ku o'shanog'in. Men qilganim. Meni qo'lima shuni shans bo'lganga edi. Men o'zim bilaydim nima qilishimni. U insonlarki xohlamaydilar qalliqni priznavat qilishdi. Bu insonlar qalliqni olib turib bilman tarixini o'ziga qilib yo'q qiladilar qalliqni. Yo'q qilishdi, men boshqa xil ko'rsataydim qanday yo'q bo'ladi. O'shaning uchun faqat men shura bir narsaga mana shu bir turk odam bilan gapirganimga
Şu Qirg'iziston dedi, "Любой narsani millatingni aytsang yozib beradi" dedi. U Qirg'iziston qo'rqmaydi bu narsadan. Chunki Qirg'iziston tarix o'g'irlamaganda o'zini tarixi. Aytib qo'rqmaydi Qirg'iziston. Qirg'iziston yozib beradi. Menga turk yozib bergan millatimni dedi. Nima? Barlos. Meni millatim dedi, Barlos yozilgan dedi pasportimga dedi. Ko'rsatdi-da. Men Qirg'izistonga yashayman dedi. Men Barlos yozganman. Men aytdim, Barlosman millatim desam yozib berdi. Turk deb yozib berdi. Turk Barlos. Men aytdim, молодец. Mana shu Qirg'iziston, значит, уважениga достойно. O'shaning uchun men mana shu Qirg'izistonda hali bilmayman bir ikkita muloqot o'tkazish kerak, gapirish kerak. Bo'lsa mana shu Qirg'izistonga qalliqlarni bor ekan qalliqlar ko'p emas u boneki. Mana shularni qalliq deb yozsin. Agar bo'yin olsa. Qalliqlar agar bo'yin olsa qalliqligini ben shularni yozish kerak. Bo'lmasa bu narsalarni axiri yomon bo'ladi bir kun kelib. Chunki men qalliqman. Men na laqayman, na qirg'izman, na qozoqman, na o'zbekman, na turkmenman. Men qalliqman. Meni otam ham qalliq, bobom ham qalliq bo'lgan. Hammasi qalliq. Yetib pushtim qalliq kelgan, men ham qalliqman. Meni balam ham qalliq. Men mana shu ruhiyatla, mana shu huviyatla balamni katta qilaman. Qalliqsan. Dakansa tur, o'l. Neki sotma millatingni, sotma tilingni. Shuning uchun men hozir ham aytaman, yaxshilikdan ham aytamanki, qalliqlarni yaxshilikcha priznavat qilib dokumentlarga qalliq yozib bo'yin oling. O'zlaring bilasizlar qaysi mintaqalar qalliq bo'lgan, qaysilarni sizlar propagandalaydan O'rus SSSR propagandasi bilan buzgansizlar ularni fikrlarini yo'qotgansizlar. Shu narsalarni qabul qiling. Lekin vaqti keladi, to'ra keladi. Bu narsani hech kim keyin uni alini ola olmaydi, to'ra kelgandan keyin. Baymedan bo'lmanga 2000 yil yevreyni oyoqni tay qildinga, dunyoga o'ldirdinga. Qarga bir narsa bo'lsa, gunohini yevreyni bo'yniga ortdinga. Hozir bugun yevreynikini shamollatasizlar. Qo'rqishlaringdan. Chunki bir kun emas, bir kun mana shu keladi, qaytadi. Mana shu qalliqnikini ham keyin shamollatasizlar. Uchenga boshqa keyin pashada degan narsa bo'lmaydi. Uchenga boshqa sho'xliq ham bo'lmaydi. Bu propagandalaring to'xtating, qalliqlarni olib borib o'zbek qilish propagandalarini to'xtating. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki qalliq bu qalliq. O'zbek o'zbek. O'zbekchiliklarini qilavering. Hech kim sizlarga tekkan emas. Hech kim sizlarga biror narsa degan emas. Qilavering borib. Lekin qalliqni tarixi, bu qalliqni millatiga tegmang. O'zlaring ishlarini qilib yuravering, bu yaxshi bo'ladi. Mana shuni qo'rqoq xalqlarim. Bundan ko'ra o'l. O'zing sotgandan ko'ra. Sen o'z millatingni atstoyvat qilib tura olmagandan keyin sen kimsan? Sen etganni millatiga xizmat qilyapsan. Etganni yashashi uchun xizmat qilyapsan. Etganni tarixi uchun xizmat qilyapsan sen. Ki o'sha odam seni mana shu oyog'ini orasidagi yumucha nazar ilmaydi. Bir umr sen ko'chmanchisan uni ko'ziga, propagandasi shu. Go'dagi ham bu narsani o'zingga soladi, ko'tasi ham o'zingga soladi. Hech qaysi bo'yin olmaydi bu yerlar, qalliqlarni yerlar. Bir qalliqlar yashagan bo'yin olmaydi.
Bir umr sen ko'chmanchisan. Sen yurtadan kelgan ko'chmanchisan. Bir umr ko'zlariga ko'tingni yirt. Bu general bu xizmat qil. Seni faqat mana shu allatadi, ishlatadi o'z foydasiga. O'z foydasiga ishlatadi. Sen hech vaqt o'zingni foydangni ola olmaysan burada. Sen o'z millatingni отстаивать qilib tura olmaysan. Nima generaling bo'l, nima polkovniking bo'l, farqi yo'q. Seni cho'jaxorozdek ishlatadi. Bo'yninga bir to'mirchani to'qadi, yaltiroq to'mirchani sitoracha qilib kesib turib, bo'yninga to'qib qo'yadi. Sen zo'rsan, yo sen general bo'lding deydi, xizmat qil deydi. Eshakdek xizmat qilasan. Eshakdek bularni tarixiga xizmat qilasan, o'zingni tarixing yo'q bo'lib ketadi. O'z millating yo'q bo'lib ketasan, yo'q. Bilasan? Men ham bir vaqtlar bularga barodarjon edim. Neki bugun konferensiyalar qiladilar. Bir og'iz aytmaydi, keyin qoni sen ham sho'ra qoni aytayotgan darding bo'ldi deydi. Nimaga bilasizlar? Chunki men allin bularni interesini отстаивать qilaydim. Qarga bo'lsa meni 24 soat telefon qilib, pulim yo'q desam, men beraman yo'l pulingni, keyin. Nima uchun? Chunki men bularni millatini отстаивать qilaydim. Bularni tarixini, bularni borligini отстаивать qilaydim, o'zimnikini emas. Bugun men o'zimnikini отстаивать qilsam, uzoq yurib bizdan. Chunki meni yanima qalliq yo'q, to'plan aytog'on. Qalliq nima qilib yuribdi? Eji qardim to'ysa bo'ldi, eshak ham senidagi yashayotibdi. Eshakni ham qardi to'q, qani shora 2-1 o'taydi. Eshak ham tinjana shora yashayotibdi. Sen nima farqing bo'ldi o'sha eshakni yashashidan seni yashashing nima farqi bo'ldi? Nima farqi bo'ldi o'sha eshakni yashashidan seni yashashing? Xiyol qiling, bo'lib pasportingga millatingni alishtirding. Sen o'zingni allatayotibsan, u bir tana emas, sen o'zingni allatayotsan. O'zingga yolg'on aytayotsan sen. O'z millatingni borib pasportingga tojik yozdirganingni. Sen qarin uchun millatingni sotayotsan. Bilasan shuni? Sen mana böyle bir tunuka uchun millatingni sotayotibsan sen. Hala TikTokka laqaybachalar bir ikki marta laqaysila desa, bostirib ularni chaqirib olib borib turib g'am beribdi. Bir tasidan gapirsam, aka unog'in dema deydi, boshqa aytmayning deydi. Nima qildi desam, bizda отделga olib borib turib aytdi, yana bir marta shu gapni aytsan, короче, bu уже nasionalniy rozni bo'ladi. Bu narsa уже yomon narsa, ya'ni turma bo'lasizlar, shtraf bo'lasizlar. Bir tasini shtraf ham qilibdi. Nima uchun desam, laqaysizlar degan uchun. Nima laqay? Yashashga, o'zini nomini ko'tarishga, quvvat, sila, gap yo'q, polvon, zo'r deyishga haqqi yo'qdi. Neki ular dunyoga borib turib Amerikaga, hamma joyga bapesh deyishga haqlari bor. Neki laqaydi o'zini yashab turgan joyiga laqay sila deyishga haqqi yo'q ekan. Olib borib ularni qo'rqitar ekan, urar ekan, yo'q qilar ekan. Sizlar jarima bo'lasan, turma bo'lasan, sen bu gapni aytma. Bularni aytishga haqqi bor, seni aytishga haqqing yo'q. Mana shu sen do'stlaringga laqaylar boringa xizmat qilingan. Pasportlaringni alishtiringga borib xizmat qilingan. Eshakdek xizmat qilingan mana shularga. Bugun balalaring o'zlarini biz laqay deyishga ertal sen laqayman degan uchun turma bo'lasan. Sen bu gapni og'zingga olganing uchun turma bo'lasan. Qalliqlaring ham shu ahvol. Qallig'i ham shu ahvol. Al men bu gapni aytsam, sen nima deydi millatlarning orasiga deydi, urush qo'zg'aysan deydi. Sen tek tur, g'ulom bo'l. Sen g'ulom bo'l, biz millat bo'laylik, sen bizni g'ulom bo'lib yuraver. Sen nima uchun aytasan bu gapni? Bu sen deydi urush qo'zg'amoqchisan deydi. Men urush qo'zg'amaslik uchun sen priznavat qilishing kerak. Men o'z millatimni, o'z haqqimni trебовать qilyapman. So'rayapman, men millatman. Nima uchun sen meni o'zbek yozasan pasportimga? Nima uchun sen meni tojik yozasan pasportimga? Men qalliqman. Bunaqa millat yo'q deydi dunyoga deydi.
Tunog'un Leninni kötüden tug'ilganlar, millat bo'lganlar. Biz bu yerlarga davlat qilib, O'rta Osiyoni taqdirini hal qilgan millatlar bugun millat emas. Lekin Tunog'un Leninni kötüden tug'ilganlar, bular millat bo'lganlar bizga. Sen urush kovlaysan deydi bu xalq o'rtasiga. Nima uchun desa, sen o'z haqqing talab qilmagan. Sen o'z haqqing so'raganing urush qolagan deydi. Lekin biz senga haq bermaymiz. Sen buni so'rasang, sen urush qilyapsan. Shuning uchun tekkina o'tirgan. Biz muzika uramiz, sen o'ynagin faqat. Seni qilgan ishing biz uchun bo'lsin. Bugun 7000 qalliq bor ekan Tojikistonga. Qoni ko'ringa qoni necha qalliq bo'ldi Tojikistonda? 7000 ni. Men o'zim xesh tovarlarim 7000 dan ko'p. Men o'zimni xeshim, hali u nariga o'tmaymiz. Ko'rding qallig'im? Faqat qalliqqa nomus qolmagan, vijdon qolmagan, nomus qolmagan. İnsonni imoni, insonni milliyligi. Agar shu milliyliging bo'lmasa, sen imoning yo'q insonsan. Hech nimang yo'q. Hali tojiklar bir she'ri bu. O'sha qadimgi she'r. Ko'p yaxshi she'rda shu aytadi-ku. Kaz zaboni zahr bodo sheri modar ki zaboni modari gum karda است deydi. Shuni bir she'ri bu. Sizlarga zahar bo'lsin o'sha onalaringning suti. Ki sizlar ona tillaringni yo'qotgansizlar, qalliqlar. Ko'tlaringni sotgansizlar. Bu qalliqlarga emas, laqaylarga ham tegishli. Bugun laqayda aytadiki, O'zbekda 6-urug'i bu laqay ekan desa, spiskaga desa, laqay o'ynab yuribdi qarsak urib, biz O'zbekda 6-urug'i ekanmiz deydi. Chunki tarixni bilmagandan keyin shu bo'ladi. U turkiy urug'lar, u O'zbek urug'i emas. U 92 ta turkiy urug'. Ular turkiy urug', O'zbek urug' emas. Uni qaysi O'zbek urug' deb yozib qo'ygan. Laqay ham 6-spiskaga kirib ekan. Qardan sen 6-spiskaga kirasan? Nima uchun noming laqay O'zbek emas bo'lmasa? Savol bu o'zingga. Nima uchun laqay? Nima uchun O'zbek emas? O'zingga savol bera olasan. Savolingga javob topa olasan shu savolni bersang. Nima uchun sening noming laqay? Millatingning nomi laqay, O'zbek emas? Topolmaysan jonim bu narsaga. Topish qiyin. Sen nima desa o'sha deb ketavergin, men o'sha ekanman. Bugun propaganda Afg'onistonga o'tib ketgan. 24 soat ko'raman Afg'onistonga. Bilmayman, bu mana bu Afg'onistonni falon joyda o'zbeklari, bu o'zbeklari, u bechoralar tarixdan ketin qolib ketgan, bilmaydilar nima gapti. O biz o'zbek akamiz deb ketyapti. Bilmaydi o'zi nima bo'layotgan. Chunki tarixini bilmaydi. U qardan o'zbek o'ra borib qoldi. Ular qalliqlar, ular barloslar, ular kaltatoylar, ular naymanlar, ular boshqa urug', boshqa millatlar ular. Ularni aytasizlar o'zbeksizlar deydi. 24 soat bechalarga ikkita xilib bersang, ikkita non bersang o'zbekman deydi. Boshqa nima deydi? Ularga o'z tirikchilik kerak. O'zi ikkita non bergin, ular o'zlarini amerikansam deb ketaveradi. Unga farqi yo'q. Bilmagandan keyin mana shunday bo'ladi. Buni bilish kerak o'z tarixingni. Sen tarixing bilgani qo'ymaydilar, yo'qotadilar, yo'q qiladilar. Mana bu qalliqning asl bayrog'i. Mana bu qalliqning bayrog'i. Qaysin qalliq bo'lsa, mana shu bayroqdan borasan, любой joyga chiqarasan. Mana shu bayroqdan. Mana shu ilib qo'yasan. Qaysin o'zingni asl qalliqman deb bilsan. O'z bayrog'ingni ko'tarishga bugun seni haqqing bor. O'l undan ko'ra, o'l. Lekin o'z haqqing uchun o'l. Bir tan tuxumin tagiga yotib o'lmagin.
Bilasan shuni. O'l undan ko'ra, neki o'z haqqing uchun o'l. Birdan tuxum tagiga yotib o'lmadi. Bugungi qalliqlarni ko'rasan, nima uchun yashayotsan degan savolni bersang o'zi bilmaydi. Qarn uchun yashayotdi. Qarn uchun. Neki dunyoga millatlar tek turmaydi. Kecha va kunduz yugur. Kitob yozish, tarix yozish, o'zlarini yozish uchun. Kecha va kunduz yuguradilar. Qardiga yemaydi, millat uchun rasxod qiladi o'zini yasash uchun. Hey, o'tib ketgan kimlarni olib, meni bobom edi, otam edi, bobomni bobolari edi, bu bizni tarixi, busi bizni tarixi deb qarga bir o'tgan odam bo'lsa, o'shani pochasiga osilib olganlar o'zlariga yozib yotibdilar. Kecha kunduz tarixchi qalliqni o'zining tarixi bu. Tayyor, yozilgan. Faqat yig'ish kerak har joydan. Bir qalliq bir tin rasxod qilmaydi. Bir tin devona bo'libdi qalliq. Qalliqni yashash kerak, yeyish kerak, qarn uchun yashash kerak. To'y o'lganicha. Keyin ko'tka zo'r kelgandan keyin balalar nima deydi? "Hay, men tojikman" deb tutib oladi o'zini. Biz faloni nimani nevaralarimiz deb, naslimiz deb. Kurushi kabirni naslimiz deb tutib oladi o'zini. Nima qilsin boshqa? Qo'ldan nima kelsin? Chunki ota yo'q edi, banomus ota. Chunki avlod, ajdod banomus o'tmaganki, o'z qallig'ini, millatini, o'zini kitoblarini yozsa, o'tmadi banomus o'z millatini atstayvat qilib turib, biz qallig'miz deb turganiga o't yo'q edi bunog'in. Banomus ota bo'lmagandan keyin, banomus bobo bo'lmagandan keyin nasl nima qilish kerakdi? Kurushi kabirni nevarasi bo'ladi-da keyin borib. Nima bo'ladi boshqa bundan keyin? Nima bo'lsin? Nasl. Kimsan desang aytadi, Kurush kabirni nevarasiman deydi. Nima qilsin boshqa? Aytadiki, men ana u Sodiq Bo'g'raxonning nevarasiman deb. Aytadi. Aytadi, men Arslonning nevarasiman deb. Aytadi bu narsani. Qardan aytsin boshqa u qalliq? Qardan aytsin? Bir benomus otalar bo'lgan bo'lsa, benomus bobolar bo'lgan bo'lsa, o'z tarixini yozgan bo'lmasa, yiqqan bo'lmasa, o'z huviyati bo'lmasa, uni milliy kiyimlarini olib boshqalar o'z milliy kiyim qilgan bo'lsa, nimang bo'ldi desa, hech nimam yo'q deydi. Kimsan sen desa, Kurushni nevarasiman deydi. Tamam. Kurushni o'gay nevarasi bo'lib yuraveradi. Nima qilsin qo'ldan, nima kelsin boshqa? Yuriydi keyin aytganni bayrog'ini ko'tarib, aytganni tarixiga xizmat qilib, hozir ham o'zini shu men tojikman deyotgan odamlarni borib genetikasini qardan bular bunog'im bo'ldilar. Ko'pi qalliqlar. Shuni rangga qarang, ko'rinib turibdi qalliqligi. Turkligi ko'rinib turibdi. Bilasizlar qardan o'tdi bu narsalar? Bilmaysizlar. Chunki islom O'rta Osiyoga kelish uchun yangi bir model kerak edi. Model. Mana shu aynan forsi tilni olib, yangi forslik qilib turib, arab harfidan yozish boshlandi. Bu 9-asrga boshlandi. Bundan keyin mana shu maktablar, o'qishlar, hamma joylar mana shu tildan edi. Chunki mana Turkiyaga ham bo'lsang, devorlarning tanasiga forsi yozilgan hammasi. Chunki bu mana bugungi anglish, lotin tilidan ko'p davlatlar yozadi. Mana shu lotin tilidagi bo'lgan edi. Lotin alfavitida. Ki dunyoga tarqalgan edi. Islomni, dinni o'rganish faqat mana shu tildan edi. Forsi tildan edi. Nima uchun namoz o'qiganing hozir forsi aytasan? Niyatkardan bir zo'ram 4 rakat farzi namoz deb, 7 rakat sunnati namoz deysan. Nima uchun? Chunki arablar bu tildan tabliq qilishni boshladilar. Chunki arab tilidan beri tabliq qilish qiyin edi.
O'tmaydi bu narsa. Bu yerga yangi narsa kerak edi. Bu yangi narsa turklar, sug'dilar, bular Eronni keladi sug'liklar. Bu turklar bilan aralashuv, turklar bu tillarni yaxshi tushunaydi, bilaydi, gapiraydilar. Bilasizlar? Keyin bu narsa yaxshi tarqaldi. Hamma keyin o'sha shu tilga o'qib, shu tilga qolib ketdilar. Mana saligina qolgan edi. Mana shu bizlar ham shu tilga ketayliklar. Neki shusiga ham hali ham bizni bir xil bobolarimiz banomuz qolgan ekan. Bizni tarbiya qildi, qalliqsan, balam qalliqsan. Seni otan qalliq, bobong qalliq, bu qalliq, ana u qalliq, qalliqlasizlar, qalliqsizlar. deb shular bizga qalliqligini qoldirdilar. Bo'lmasa ketaydiglar, nara qarab. O'z biz ham Kurushli o'gay nevarasi bo'lib yuraydik. Kimsan desa, men Kurushli o'gay nevarasiman deb yuraydiglar. Shohon Jamshidning nevarasimiz deb yuraydiglar. Qayerdan bilasan? Ketding nara qarab. Mana shunaqa ketganlari ham ko'p hali ana o'rtalaringga turibdi. Shuning qalliqlarim. Turinga, yana ham turinga. Hech kim sizlarni alani ola olmaydi. Sizlarni qara, O'zbekistongasan sen, Qozog'istongasan, Qirg'izistongasan, Afg'onistongasan, Tojikistongasan, Turkmanistongasan, birlash, tur, отстаивать qil. Men qalliqman de. Yoz meni qalliqligim beradi. O'l undan ko'ra, o'l. Begona nomni naberinga osib yurgandan ko'ra o'l, o'rzon tushadi. Benomusu besharaf bo'lma qallig'im. Dunyoga agar bir yashash uchun desang, eshak ham yashayotibdi. Bir pishak ham yashayotibdi bu dunyoga. Bir kuchuk ham yashayotibdi bu dunyoga. Hamma narsa yashayotdi. Dunyoga eng muhim hali bir odam o'lib ekan. Bir odam o'libdi. Hamma yig'lab o'tirgan ekan. Eng bir ovoragard deydilar-ku, hali ko'chagard. O'sha kelib qolibdi. Keyin qarasa hamma yig'layotdi. Nima gapti deb so'rabdi odamlardan. Falon o'ldi deb ekan. Bir odamni o'ldi bechara debdi-da. Deb o'tirib ekan. Keyin ko'rsa tovutni ko'tarib chiqib ketyapti. Keyin aytdi, bu o'likni olib ketyaptilar yo tirikni? deb so'rasa ham hayron qolibdi. Tirikni tovutga solib bo'ladi. O'lik da sen devona nara bu deb uni ham urib suribdilar nara. Yana kelib mozorni boshiga o'tiribdi. Uni ko'mibdilar. Tag'in o'sha savol beribdi, aytdi, o'likni ko'mdilar yo tirikni? Tag'in odamlar urib ketibdi, nara qarab becharani tepalab ketibdilar. Keyin bir odam o'sha boshliqlar o'sha o'lik ko'maytirgan o'sha bir mullo ekan, eshon ekan bir tasda aytdi, to'xta, nima urasizlar debdi. Bu bir devona debdi, ana uydan ham tovutni ko'tarib chiqqanga bu aytdi, o'lik tovutga o'lik yotibdi yo tirik deb. Bu yerga kelib ko'mgandan keyin yana shuni aytdi, bu o'likni ko'mdilar yo tirikni? Tirikni ko'mib bo'ladi, o'likni ko'mlikda desa. Chaqiribdi, "Qon beraka, sen nima deyotsan?" desa. "Yo, men so'raganim buni ketidan agar o'g'li bo'lsa, bu o'lik emas. Bu o'zi ketdi. Ya'ni buni nasli tirik. Buni nasli qurimagan. Bugun qalliqning nasli qurigan-ku. Shuni o'lsa o'lib ketyapti. Qalliqning tarixi yo'q. Qalliqning bugun kitobi yo'q, qalliqning bugun maktabi yo'q. Qalliqning bir kulturasi yo'q, sentri yo'q. Hammani bularni taqsim qilib olganlar oralariga. Men aytdim, chakan ko'ylak. Men buni tarixiy ko'tarib keldimki, bular bu forsga tegishli emas biron joyga.
Hali bugun go'ro'g'lini ko'tarib kelyapti, aytadi bu forsi deyapti. Ey odam, bu tegishlik emas bu g'azallar. Qurutov deydi, bu bizniki deydi. Ey odam, bu tegishlik emas Qurutov bular. Yajman bizniki deydi. Ey odam, bu tegishlik emas bu ovqatlar sizlarga. Bu yajman, Qurutov, bu ko'p ovqatlarki bugun biz yeymiz. Mana bu xamir ovqatlarni bu ko'plari bular qalliqlarning kulturasi. Yo bugungi ota, ocha deyotgan so'zlar nima uchun bular bu yerga ishlatilyapti? Ko'p narsalar bor bu qalliqdiki. Bu qalliq kulturasi. Neki boshqalar o'ziniki qilib olgan. Qalliq bo'lsa yuribdi ko'tiluvchak ko'chaga. So'rasang sen dushmansan. Meni ham haqqim bor desam, sen dushmansan, sen tek tur, sening haqqing yo'q. Bu bizniki. Senikini aytadi, o'g'ri o'g'illaydi, ta sen yig'lagani qo'ymaydi. Mana shuni qilyaptilar. Bugun sizlarni mana shu ahvolga tiqqanlar. Seni xizmating teksa, sen bular uchun xizmat qilsang, sen barodarjonsan. Buni rasi nafsigida yodingdan chiqarma. Shu bugun seni xizmating butdi. Shu bugun sen foydang tegmadi bularga, o'sha kuni sen dushmansan. O'sha kuni sen dushmansan. Mana shu boshqa davlatlarga ham agar qarasang, men shu ming yillar bo'ladi. Xuddi mana shu Tojikistonni ham o'zini qarasang, mana shuncha yillar bo'ladi. Birontang bir-biringdan do'stmassan, sen birontalaringga sizlarga do'st bo'lmaydi. Ras-i nafsigida bularni yodlaringdan chiqarmang. Men uchun poxrin, men uchun do'st yo'q bu dunyoga. Men uchun do'st bu dunyoga yo'q. Biron inson men uchun do'st emas. Biron millat men uchun do'st emas. Men buni открыто aytaman. Men uchun do'st emas. Men o'zimning interesim bor. Men millatman. Meni interesim bilan to'g'rida, salom alayk. Men biron millatga do'st emasman. Biron millat men uchun do'st emas. Agar men uchun do'st bo'lgan millatlar bo'lganga edi, bugun qalliqni nomi yerdan yo'qolmaydi. Bugun qalliqni nomi ham, qalliqni dokumenti ham bo'laydi, qalliqni madaniyati ham bo'laydi, qalliqni kulturasi ham bo'laydi, qalliqni yeri ham bo'laydi. Bugunga qalliqni yeri ham bo'laydi. Mana shu bugunga mana shu turklar aytaydilarki, mana shu O'rta Osiyoga to'xta, mana shu millatlar bor. Mana shu yerdan ajratamiz, yer mana shular davlat qiladi. O'shaning uchun bu dunyoga men uchun do'st yo'q. Bironta do'st emas men uchun. Men ham bironta uchun do'st emasman. Men qalliqman. Men bu narsani tagiga borib yetganman. Hammasini tushunib yetganmanki, bu dunyoga do'st yo'q. Bu dunyoga men uchun hech kim do'st emas. Hech kim. Na qozoq, na o'zbek, na turk, na qirg'iz, na boshqasi, na tojiki men uchun do'st emas. Men ham bular uchun do'st emasman. Meni yaxshilik qilgin, bu yaxshilik bo'ladi, bu savob bo'ladi, bu Alloh uchun, bu Xudo uchun, bu Rasul uchun bu narsa yo'q. Men biron narsa uchun yashamayman. Men qalliqligim uchun yashayman. Har bir narsaning o'zini granitsasi bor. Mana shu granitsadan o'tish kerak emas. Na u tomon o't, na bu tomon o'tgani qo'y. Men uchun sadaqa, padaqa Xudo uchun rozi qilgin, rozi bo'lsin, Xudoning roziligi uchun rahm qilgin. Men uchun rahm degan narsa yo'q. Agar bular rahm qilganga edi, rahm dunyoga bo'lganga edi, bular qalliqni tarixiga rahm qilaydilar. To'xta deydi, shura bosh millatlar. Biz bularni qabul qilishimiz kerak. Nima uchun biz bularni o'z ambitsiyamiz uchun biz bularni yo'q qilishimiz kerak? Nima uchun o'zbek ambitsiyasi uchun qalliq yo'q bo'lib ketish kerak? Nima uchun qozoqning ambitsiyasi uchun qalliq yo'q bo'lib ketish kerak? Nima uchun qirg'iz ambitsiyasi uchun qalliq yo'q bo'lish kerak? Nima uchun turkmen ambitsiyasi uchun qalliq yo'q bo'lish kerak? Savol sizlarga, nima uchun? Ular o'zlarini o'ylab ambitsiyalarini bizni yo'q qilishga ravo ko'rib turgan millatni men qanday do'st deyman? Qanoq mendan qoni biri buni, ana busini qoni meningdan bir, buni tili meningdan bir turk til. Nima uchun men bularga bilmayman bir xesh tavor bo'lishim kerak?
Bular-ku meni yo'q qilayotgan narsalar shular-ku, shu atrofimga turganlar-ku. Na o'zbegi meni qabul qilgan, O'zbekistonga ham qalliq to'lib yotibdi. Qozog'istonga ham bor, Qirg'izistonga ham bor, Turkmenistonga ham bor, Tojikistonga ham bor. Birtasi shu 5 davlat, birtasi qalliqni pasportiga qalliq deb yozib qo'yganmi? Yo aytganiki, "Ke sen qalliq kulturangni mana bu yerga qo'ygin, ochgin, sentr beraylik, mana senga ham yer, mana och. Sen ham shu yerda xalqsan, sen ham millatsan, yashagin." Qo'yganmi? Yo'q. Mana shu ko'rsatib turadiki, menga do'st degan narsa yo'q bu dunyoda. O'shaning uchun men aytdimki, agar meni qo'limga agar yevreyni shansi bo'lgan edi, yevreyni bugun qilayotgan ishlari asal, shakarchoy, maska, ertaman zavtrak. Zavtrak, hali obed, ujin emas. Bu qilayotgan ishlar, bu zavtrak. Chunki aynan yevreyni ham mana shunaqa ahvolga olib kelib, dunyoga hech kim priznavat qilmagan. Bilasizlar? Mana shu narsalar motivatsiyalar men uchun. Mana shu narsalar men uchun motivatsiya. Kim nima desa, kim qanday o'ylasa, kim jalb qiladi, yig'laydi, bilmayman, meni dushman deydi. Sizlar meni dushmanimsizlar. Mana shu O'rta Osiyo dushman. Meni millatim qabul qilmagan xalqlar, bular men uchun dushman. Men uchun do'st emas. Men buni открыто aytaman. Men yoshirib o'tirmayman bu narsalarni. O'rta Osiyo meni millatimni qabul qilmagan, meni millatimni harakat qilib yo'q qilgan, meni tariximni o'ziga o'g'irlab olganlar ki 4-5 ta qalliqni o'zbek yozib turib, keyin qalliq tarixini mana bular qalliqlar, mana biz o'zbeklar, mana bular qalliqlar deb, bu qalliqlar o'zbeklar bo'ldi deb alik-malik qilib o'tirganlar. Bular men uchun do'st emas. Men bilan do'st deb bilmayman. Meni qo'lima shans tushganda men bular bilan do'stlik qilmayman. Birontasi bilan do'stlik qilmayman. Konkretna bir ta gapiraman, tamom o'tib ketdi. Ikkinchi marta men gapimni takror qilmayman. Tochka. Men shunday xarakterim bu dunyoda. Bir ta aytaman, ikkinchi marta men takror qilmayman. Ikkinchi marta nakazat bo'ladi. Shu bir martaga tushungan, tushunmagan o'zidan xafa bo'lib o'tiradi. Shuning uchun hozir ham vaqt qalliqlarni priznavat qilinga, yozinga, madaniyat, kultura. Bu tegishli o'sha tojikka ham tegishli, boshqaga ham tegishli. Vaqt keldi, keyin pushaymon yemanga. Uchenga keyin pushaymon yemanga. Keyin falastinlik xalqiga o'xshab turib, bilmayman, qo'llaringa kosa ertadan aytgandan non tilav menga, bular qalliqlar yomon ekan, bizni o'ldirdi, bizni qirdi, bizni o'ldirdi degan gaplar bo'lmasin. Bo'lsa ham men uchun bir katta P, ikkinchi tomondan katta X. Undan keyin men boshqa biror narsani men jilet qilmayman. Meni qo'lima tushsa, Gitler, Stalin hamasi u dunyodan o'ltirib turib, o'rislar aytganlar-ku, vasxishatsiya qiladi-da. Vah! Biz ham o'zimizni diktator ekanmiz, biz ham o'zimizni yomon ekanmiz deb u tomondan o'tirib qarab turadi-da. Mana bunoq bo'lish kerak ekan asl. Men keyin pashada qilmayman. Biron narsani men pashada qilmayman. Meni allamni boshqa bir shans tushgandan keyin yadram ola olmaydi. Dunyoni yadrini to'plab kelingan Amerikani, Pokistonni, Hindistonni, Rossiyani yadralarini olib kelib turib men girdim, mana shuni agar to'plab qo'yinga, meni allamni ola olmaydi. Men shuning xarakterim bu. Meni allamni men hech narsani jilet qilmayman. Na otamni, na ochamni, na balamni, na akamni, na ukamni biron narsa menga jilet bo'laydigan narsa yo'q. Men shuning odamman. Men ketgandan keyin joska ketaman, qattiq ketaman. Shuning uchun vaqt bu hali ham. Paka men tirikman. Men o'lganimcha bilmayman endi. Mendan keyin sizlar ularni nima qilsangiz qilavering. Lekin men tirikman. Bu narsa sizlar dushmanlik qilyapsizlar. Sizlar boshidan dushmanlik qilib kelyaptilar bu xalqlar. Bugunga davr dushmanlik qilib keladi. Hal men bir ikkita o'sha aytayotmanku, bir ikki ishlarim bor, o'shalarni butkazay. Saligina bir ikki ishlar, bir ikki gaplar. O'shalarni butkazib olay.
Ko'ramiz qoni bu o'rtaga kim bo'yin oladi. Hozir men hamma posolstvolardan olib beri qilmoqchiman. Qalliqlarni Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'zbekistonga priznavat qiladi. O'zini qalliq deb bilganlar. Qaysi davlat qiladi ko'ramiz. Hozir ham men Tojikistonga aytayapman-ki, o barodar Emomali Rahmon va digar ba tojiki balavzi tojiki xitob megunki, qalliqora dar pasportish qalliq binavis. Va hamma hisoboti qalliqora to'g'ri biror. Zamon nashava ki pushaymon baqiri. Mayra открыто мегум. Замон мешава ин коре ки o'zi megu yevrey ganda hast. این یوره تو همی جرا آوردن که همی کارا بکنه. اما امروز که 7000 نوشتن تاجیک قلق در تاجیکستان این دشمنی خودت این سیاستی که گرفتگی که قلق признавать نکردن او روز دیگه پشیمان نخورین. من نمیره открыто میگم که پشیمان نخورین که این کاری که یوری کرده استوده است این просто ولی завтрак میشه. завтрак маска, асал, чой, шакар, гарм. обед ужинаш ай қалаға میشه. مرا هیچ که پیش رحمه گرفتن نمیتونه. هیچ که. من یگان چرا جلد نمیکنم. نه کما نه دودارما نه اوچاما هیچ چرا جلد نمیکنم. دشمن برای ما دشمن میمونه. اگر دشمن باشی پس признавать نکش دک. اگر دوست باشی بگوی که نه ما قلقا قطعی دوستیم برادریم پس قلقا را حسابات انیق میبروری مینویسی و признавать میکنی. مکتب کلتورا ما باید حقمانه بگیریم همچون ملت سوشستوات کنیم و اگر نه که ما همچون ملت سوشستوات نکنیم ما دا نخرین در کار ای سوشستوانی میفهمیم میره ما دا در کار نیست. ما دیگه قلق نیستم رنگی برای شکمم زندگی کنم. ما برای شکم زندگی نمیکنم. ما خر نیستم خرم برای شکمش زندگی کردیسته. ما باید هویت و روحیت داشته باشم. ایرا راسی نفسیگده دا یادتون میگیری любой کس من فرق نداره. شانس برای ما غلطید میگم که کار یوری پروست ای اصلچویه یعنی که دوزخش در دیگر جا میشه. برای ما فرق نداره کی است. ما را признавать نکردگی انسان ملت ما را признавать نکردگی را منم ای دنیا در او دنیا ملت چه نابود میکنم و ملت او признавать نمیشود. راسی نفسیگده فرق نداره کدام باشه. برای ما این پیغام به امام علی است و به حکومت امام علی است و به حکومت تاجیکستان است. جانlaring omon bo'lsin qalliqlarim. Yuring. Kurushdi nevarasi bizdinga. Aslam aytmasang erta balalaring aytadi. Kurushdi nevaralari bo'lib yurasizlar. Jonlaring omon bo'lsin. Men qalliqman, qalliq o'laman. Men qallig'im uchun o'laman. Men kurushdi nevarasi bo'lib o'lmayman bu dunyoga. Yuziga kiring qalliqlarim.